Hoji aka, sizda nechta? 3 tami, 4 tami, 5 tami bolalaringiz? Hammasi shuning ichiga sig'ib ketadi. Nissan X-Trail dunyo bo'yicha eng ko'p sotilgan crossoverlardan ekan. Misol uchun 2023-yil eng zo'r crossover maqomiga chiqqan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Nimaga ko'pchilik buni ko'p sotib oladi desiz, ham shaharga ham ketaveradi, ham to'rkara-to'rku, любой yo'llarga o'zini adaptatsiya qilib chiqib ketaverar ekanda. Bu eng ishonchli yapon crossoverlardan. Uning ustiga 3 qatorli ekan, 7 kishilik oilangizni hammani ortib tog'u toshlarga, dam olishlarga ishonchli mashinada yursangiz mazza emasmi? Любой mana off-road yo'llarga moslashadigan rejimlari ko'ryapsizmi? Hamma narsasi borda. Polni panoramika, mana ko'jalarini, sifatlarini bor-ku. O'zingiz kelib haydasangiz, gap yo'q devorasiz. Urib ko'raman, qirsillamasmikan, ovoz chiqmasmikan deb. Qarang, buni videoni, buni aynan o'ziga xos odamlargina tushunadi. Nissan X-Trail hamma ham o'rmaydi. Alohida bir bilmasin, bu yo'lga ketaversan, u dunyo bo'yicha eng ishonchli crossoverlardan degan odamlargina ola oladi. Xullas, avtosalonlarda hozir shu mashina 52-53 ming sotilyapti. Shu kecha kunduzda ham xuddi shu mashinalar. Shu ham, bu ham yangi, absolyutno yangi, srochniyligi olib kelishdi. 48 mingga berib yuboryapti jigar. Yaqinlarga tarqatingda, fikringizni qoldiring. Siz uchun eng zo'r crossover qaysi? Yoki o'zingizni oilangiz katta-yu, o'zingiz bosib yuboring. Yoki oila parvar, o'zingizga o'xshagan jigarlar bo'lsa, o'shalarga hozir tarqatib qo'ying.